Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Novza metroning shundoq yonginasi bo'lgan 2 xona 3 xona qilingan uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz zal qismini ko'rishingiz mumkin. Zaldan so'ng bu tomonda onajonlarimiz yaxshi ko'rgan oshxonani birinchi bo'lib ko'rsatishdan boshlaymiz. Bu uyimizning balkon qismi o'zining konditsionerlari bilan, bu yoqda esa oshxona. Mana bu xolodilnikning bo'yini ko'rasizlar. 180-85 chiqadi. Bu yoqda 8 kilolik kirmoshinalar bilan o'zining chiroyli oshxonasiga ega. Bu xonadonimiz umumiy maydoni 55 metr kvadrat. Narxini sraz aytib o'taman. Narxi 90 ming so'ralyapti. Albatta o'tadan kelishgan joylar bor. Oshxonani ko'rdinglar, endi esa kattalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz dizayniga o'zingizlar baho berib ketinglar kommentariyada. Qavati 3-qavatda joylashgan 5 qavatli g'ishtdomda. Bu tomonda esa hamma bilgan Muqimiy ko'cha. Chorlodagi eng markaziy ko'chalardan biri Muqimiy ko'chada joylashgan. Zal qismidan so'ng zalga to'g'ri kirib keladigan koridorni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda koridor o'zini mana shunaqa garderobni shtikaflar bilan mana bu yoqda bemalol kiyimlar qo'yib ichkariga kirib kelsanglar bo'ladi. Bu tomonda esa alohida bo'lgan sanuzlar videoni oxirida ko'rsataman. Bu tomonda bolalar uchun xona qoldirilgan. Shundoqqina eski oshxonaning joyini bolalar xonasi qilingan. Endi esa bu tomonda sanuzlarni ko'rishingiz mumkin. Bu uyga havas qilganlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Obzorlarimiz bilasizlar jaydarcha bo'ladi. Xo'p. Uyimiz manzili shundoqqina Chilonzor 2 kvartalda, hamma bilgan Novza metroning oldidagi Korzinka orqasida joylashgan, yo'lda bo'yida hamma mebel texnikalari qoladi. Remontdaga hech kim yashamagan. Narxi 90 ming so'ralyapti. Albatta o'tadan kelishgan joylar bor. Pastda raqamlarga aloqaga chiqsanglar, albatta kelishtirib beramiz. Hammaga rahmat.